Qon bosimi oshgan paytda qilinadigan 3 ta xato. Birinchisi, qon bosimi oshgan paytda jismoniy yuklamalarni to'xtatmaslik, keskin harakatlarni davom ettirish. Odatda qon bosimi ko'tarilganda qon tomirlaridagi bosim yuqori holatda bo'ladi. Barcha insonlarda har xil belgilar bilan kuzatiladi, lekin ba'zi insonlar bu holatga e'tibor bermasdan jismoniy faoliyatini davom ettiradi yoki qilayotgan ishini davom ettiradi. Organizmda turli xil yuklamalar orqali buni yengishga harakat qiladi. Bu eng katta xatolardan biri hisoblanadi. Chunki qon tomirlarida bosim baland bo'lgan payti ularning yorilib ketish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. Bu esa gemorragik insultga olib kelishi mumkin. Ayniqsa bosh miya qon tomirlari bosim bor paytlarda juda ham zo'riqqan, juda ham baland bosim ostida bo'ladi. Chunki bosh miyaning ko'p qismi qon tomirlaridan iborat. Biz esa qon bosim oshgan paytda hushyorlik bilan turli jismoniy yuklamalar va keskin harakatlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ikkinchi xato, bilib bilmasdan yoki kimlarningdir tavsiyasi bilan turli tuman dorilarni iste'mol qilish, ya'ni shifokor maslahatisiz qon bosimini tushiruvchi dorilar iste'mol qilish. Odatda qon bosimini tushiradigan dorilar turli tuman guruhlarga bo'linadi. Bu guruhlar insonlarning holatidan kelib chiqib, ya'ni har bir insonda individual holatda tanlanadi. Chunki har bir qon bosimini tushiruvchi dorilarni turli tuman kasalliklar bilan nomutanosiblik, turli tuman organizm holatlari, yurakning holatidan kelib chiqib tavsiya etiladi. Hamma insonlarda umumiy holat har xil va organlarning ishlash darajasi turli tumandir. Mana shu holatdan kelib chiqib, shifokor maslahatisiz qon bosimini tushiruvchi dori-darmonlarni iste'mol qilmang. Uchinchi xato, qon bosimini noto'g'ri o'lchash yoki o'tib ketadi deb bee'tibor bo'lishdir. Ko'pchilik insonlar qon bosimini o'lchaydigan tonometrni to'g'ri o'lchaydi deb hisoblaydi. Aslida esa bu ham mexanika, ya'ni adashishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Siz qon bosimini o'lchaydigan apparatingizni boshqa qon bosimini o'lchovchi apparatlar bilan solishtirib, shifokor maslahati bilan birga foydalaning. Chunki qon bosimini o'lchovchi apparatdagi turli xil nosozliklar sizdagi qon bosimini turli xatoliklar bilan ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, ko'pchilik insonlar, ayniqsa erkaklar, qon bosimi bor paytida o'tib ketadi degan noto'g'ri tushuncha bilan e'tiborsizlik qilishadi. Bu esa qon bosimi yuqori bo'lgan holatlarda, ayniqsa 200 dan yuqori bo'lgan qon bosimlarda turli tuman asoratlar, ayniqsa ishemik insultga, gemorragik insult, infarkt kabi og'ir xastaliklarni o'tkazishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qon bosimi bor paytda avvalo tez yordamga murojaat qiling va shifokor maslahati bilan turli tuman dori-darmonlardan foydalaning. Yuqori qon bosimi bilan yuradigan insonlarga maslahat. Birinchi o'rinda suyuqlik iste'moliga e'tibor bering. Ikkinchidan, ko'katlar va mevalar iste'molini kuchaytiring. Yog'lik, achchiq, sho'r, tuzlangan ovqatlarni cheklang. Chunki ular qon bosimining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Turli xil stresslar va uyqusizlik qon bosimini keltirib chiqaruvchi eng kuchli omillardan biridir. Piyoda yurish qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilaydi va paydo bo'lgan turli tuman tromblarni yo'qotishda eng yaxshi vositadir. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz.